Hoji aka deb hojiyalarimiz esdan chiqib qopti-yu. Diqqat olmang hoji, men sizga zo'r variant o'ylab qo'yganman. Muborak ro'za Ramazon oylarida o'zimizni anjanlik jaydari patirchi bolalar Toshkent kesma patirlarni ham yo'lga qo'yib qo'ygan hoji. Buni ham mazasini bitta tatib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Bitta sevatingizga 8 ta kesma patir, 4 ta kulchasi bilan, ichida mayizlari bilan, ustida yong'oqlari bilan qip-qizil qilib singdirib pishirilgan patirlarni solib, yonida shirinliklari bilan Xudo holini ko'rgani bitta borib ko'ysangiz, ro'zaning kunida shunaqa xursand bo'ladi. Eng zo'rini aytsam hoji, buni dasturxonga qo'ygandan keyin dasturxonda turishini o'zi bitta alohida tema hoji. Buni sindirib sekin og'ziga solgandan keyin og'zida milkiga ozor bermasdan sekin erib ketsa, "Voy qudajon, bu patirlarni qayerdan oldingiz?" deb so'rab qoladigan bo'lsa, sekin Telegramdagi Anjan patirlar gruppamizga yo bo'lmasam bolalar nomerini sekin shipshitib qo'yaverasiz. Qo'ni-qo'shnilar so'rab qolsa ham berib qo'yaverasiz hoji. Ular ham xarid qilishganida sizni duo qilib qo'yishadi. Yana bitta zo'r tomonlarini aytadigan bo'lsam hoji, bozorga issiqni kunida, sovuqni kunida, yomg'irli, qorli kunlarda bozor qanaqa ekan, balandmikin, narxi pastmikin deb diqqat olib yurmaysiz. Sekin o'zimizga telefon qilib turib, "O'g'lim, Telegramingizga lokatsiya tashlab qo'ydim. Ertagalikka 8 ta patringiz bilan 4 ta kulchangizni olib kelib bering" deb qo'ysangiz bo'ldi, masala hal hoji. Ertaman eshigingiz tagiga o'zimiz olib borib beramiz. Endi bu yog'iga nima deysiz hoji? Sizdan bitta shirinlik bilan sevatga sun'iy solib, qudani yo'qlab kelish qoladi xolos. Halol pokizaligiga gap bo'lishi mumkin emas. Katalogimizga kirib ko'rgan bo'lsangiz, 3 burchak deysizmi, 4 burchak deysizmi, piramidali deysizmi, quyoshli deysizmi, yulduzchali deysizmi, hoji. Xohlasangiz do'ltalar solib patir qilib beramiz. Yeganda qudalaringiz tushlarida sizni ko'rib chiqadi. To'y to'lqinda deysizmi, mehmon izbonda deysizmi, quda andani kutishda deysizmi, qo'yingki hojiya, hattoki inshaalloh haj umra ziyoratlariga ketayotganingizda ham o'ziz bilan hamroh qilib 4 ta Andijon patirlaridan ovoling hojiya. Inshaalloh biz haqqimizga duo qilib qo'yasiz.